Assalomu alaykum hamma kuzatuvchilarga. Mana biz onamlar bilan bu yil ikkinchi marotaba shu Nazarbek sanatoriyasida davolanmoqmiz. Men bundan oldin juda ko'p sanatoriyada bo'lganman. Zominda, Farg'ona, Chimyon, Xumsonada davolanib turardim. Lekin o'tgan yil mana shu yerga meni taklif qilishganda kelib, men o'zimga kerakli joy topdim. Bu yerda asosan mineral suv bilan davolashadi. Ichishga ham mineral suv ichamiz. Vannalarga tushamiz mineral suvda. Birinchi o'rinda mineral suvi. Lekin bu yerda berilayotgan fiziolecheniyalarda boshqa sanatoriyada men topmaganman. Bu yerda hamma joyingizga kerakli fiziolecheniya bor. Oyog'iga, belga, boshga. Bu yerga asosan davolanish uchun kelish kerak. Agar dam olish uchun bo'lsa, mana xohlagan joyingizga chiqing. Lekin sizga shifo kerakmi? Shifo topmoqchimisiz? Nazarbek sanatoriyasiga keling. Bu yerda xohlagan shifoingizni topasiz. Birinchi o'rinda shifo topasiz. Ikkinchi o'rinda bu yerdagi personal xizmatchilarning shunaqa muomalasi juda ham shirin. Yaxshi muomalada har doim bizani yaxshi kutib olishadi. Biron marta qattiq so'z eshitmadik. Mana xonalar juda ozoda, doim tozalab turishadi. Top-toza xonalar. Hozir mana remontdan chiqqan yana ham yaxshi xonalarda turibmiz biz. Ovqatiga kelsak, ovqatlari juda mazali. Oshpazlarga rahmat, shunchalik rosa mazali ovqatlar qilib berishyapti. Ham parhez ovqat, ham mazali ovqatlar. Mana onamlar ham hayron qilyaptilar, qanaqa qilib hamma ovqatni yeb qo'yayotganlariga hayronlar. Mazalidan hamma ovqatni yeb qo'yaptilar. Nimaga bu sut qatulari shirin, mevalar shirin, bularning o'zlarining teplitsalari bor ekan, o'zligini boqilgan mollar bor ekan, o'sha yerdan kelar ekan bu. Hamma sut mahsulotlari, shuning uchun juda ham mazali ekan. Mana onamlar ham hozir ikki og'iz gapiradi. Ona mana endi umrlarida ikkinchi marta lecheniyaga yotishlari. Sizga yoqdimi ona bu yerda yotish? Lechenyalari yoqdimi? Yaxshi. Yoqqancha. Olyapman, yura olmasdim, mana yurib yuribman. Qancha joylarga yuryapman, yurish yo'llari ko'p. Yoshim 75 da, 5 ta farzandim bor. Xudoga shukr. Hammasi tashvishda edi men yurmaganimga. Shaqa mehmondorchiga borishga ham xohlamasdim. Gaplarga borishni xohlamasdim. Mana xudoga shukr, hamma yoqqa boraman. Oyog'im yurib ketib og'rig'i bosildi, ancha yaxshiman. Yoqqani shu ikkinchi yil keldilar. Hozir bu yerga hali ancha kelamiz. Har yili davolanishga kelamiz. Mana bu yerda o'zimiz do'konlar topdik. Hamma bir-biriga yaqin, do'konni bo'ladi, kechqurun konsertda bo'ladi. Chiqib mazza qilib hordiq chiqazamiz. Yana bitta qaytaraman gapimni, sizlarga shifo kerak bo'lsa, Nazarbek sanatoriyasiga keling. Faqatgina havo kerak bo'lsa, dam olish kerak bo'lsa, xohlagan joylarga boringlar. Men buni boshimdan o'tkazganim uchun sizlarga maslahat beryapman. Sog' bo'linglar hammanglar.